Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Shohruxxon Ismatov. Bugun sizlar bilan exceptionlar haqida o'rganib chiqamiz. Keling, bitta prezentatsiyamizga o'tib olaylik. Va mana prezentatsiyamizga o'tib oldik. Exception bu dasturni bajarish paytida yuzaga keladigan muammo. Qanaqa muammo bo'lishi mumkin? Bizlar dasturni ishlatganimizda turli xil muammolarga uchraydi, ya'ni errorlar berganda dasturimiz tashlab yuboradi. Ya'ni ish holatidan chiqib, ekrandan chiqib ketishi mumkin yoki ekranga turli xil yozuvlar, ya'ni errorlarni berishi mumkin. Chap tarafimizga qaraymiz. Chap tarafimizda kalkulyatorning rasmi ifodalangan. Bu yerda nima bo'lyapti? 10 ni 0 ga bo'lyapti. Ya'ni biz bilamizki, 10 ni 0 ga bo'lsak bo'lmaydi, ya'ni 10 ni 0 ga bo'lib bo'lmaydi. Va mana pastda e'tibor qilaylik, 0 ga bo'lish mumkin emas degan messej bizga chiqib kelyapti. Ya'ni exception yozilgan. Bunga error berishda oldini olingan. Ya'ni hozirgi biz o'rganmoqchi bo'lgan exception mavzusini exception'ni yozgan. Ya'ni 0 da agar mana shu exception yozilmaganda programmadan chiqib ketardi. Ya'ni error berib yuborar edi. Exceptionlar juda ko'p bo'lishi mumkin. Implementers, format exception, exception, timeout exception, integer division by 0 exception. Ya'ni hozirgi bu rasmdagi misol integer division by 0 exception, ya'ni butun sonni 0 ga bo'lib error. Xo'p, keyingi slaydimizga o'taylik. Try on. Bizlar exceptionni quyidagicha ifodalashimiz mumkin ekan. Try on, catch va finally. Hozirgi darsimizda try on, catch, finally ko'rib chiqamiz. Hozir bu slaydimizda try on da o'zi ifodalangan. Keling, unda dars muhitiga o'tib, birinchi misolimizni yozib ko'rsak. Va mana dars muhitiga o'tdik va bizlar kodimizni yozishni boshlaylik. Va mana yozib bo'ldik. Bu misolimizni ekranga chiqarmoqchi bo'lsak, bizga quyidagicha javob chiqib keladi. Ya'ni 2 degan javob chiqarib berish kerak. Mana 2 degan qiymatni bizga chiqarib berdi. Endi biz buni 0 qilib ko'raylikchi, nima bo'lar ekan? Ya'ni sonni 0 ga bo'lib bo'lmaydi. Mana 0. Ya'ni infinitive, ya'ni aniqlanmagan. Agar biz dasturda birorta bir kalkulyator programmasini yozganimizda mana bu errorni oldini olmasak, biz agar mana shunday 10 ni 0 ga bo'lishga yoki boshqa sonni 0 ga bo'lishga harakat qilganimizda bizga error berib chiqib ketadi telefondan. Shuning uchun biz bu mavzuni o'rganib chiqamiz. Xo'p, u narsani qanday qilamiz? Endi pastda tekshiramiz. If agar endi kichik bo'lsa ham bo'ladi, lekin aynan 0 ga teng bo'lmasligi kerak. Teng 0 bo'lsa throw new yangi integer by division exception. Mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Endi yuqorida qanday bo'ladi bu narsa? Hozir ko'rib chiqamiz. Try deb yozamiz. Try da bu bizning misolimiz agar to'g'ri ishlaganda tryning ichi ishlaydi. Ya'ni tryning ichida bizga qiymat chiqib keladi. Endi on sonni 0 ga bo'lib bo'lmaydi degan xabarni chiqarish kerak. Yo unisi yo bunisi bo'ladi. Endi ekranga chiqaradigan bo'lsak, mana bizga sonni 0 ga bo'lib bo'lmaydi degan qiymatni chiqaryapti. Agar men buni 2 ga qalaydigan bo'lsam-chi, ya'ni bunday holatda bizga 5 chiqib kelish kerak. Va mana 5 chiqib keldi. Hozir bu yerda nima bo'lyapti? Keling bir tahlil qilib ko'rsak.
10 ga 2 ni olyapti, ya'ni va bu yerda b ni tekshirib ko'ryapti. B emas 0mi yo'qmi? Yo'q, 0 emas. Demak, pastda a va b ni qaytarib yuboradi, ya'ni bo'lib chiqarib yuboradi. Aks holda bu yerga jo'natadi bo'lganda bu yerga keladida print orqali train ichida tekshirib ko'radi. Error aniqlandimi deb. Agar mana bu yerga kelganda mana bu yerda error aniqlandi deb chiqib 10 ga jo'natar edi. Hozir esa faqatgina mana buning ichi ishlayapti va bizga natija 5 chiqib keldi. Agar men buni 0 qiladigan bo'lsam va runni bossam, bu yerda error aniqlanadi. Error aniqlangandan keyin 10 ga jo'natadi. Onda esa bu yerda exception, ya'ni errorning turi aniqlanib, turi bo'yicha mana bu yerga message xabar chiqib kelyapti. Ya'ni quyidagicha ishlaydi. Keling endi keyingi slaydimizga o'tamiz. Keyingi slaydimizda xuddi shu misolni endi catch orqali ishlatamiz. Ya'ni ko'proq dasturchilar catch orqali ishlatiladi. Catchning nima farqi bor? Catchda biz aynan qanday error chiqishini bermaymiz. Ya'ni misol uchun siz dasturni tuzib boryapsiz, dasturni tuzgan jarayonda birorta bir error chiqib qolishi mumkin. Endi uni siz bilmaysiz qanday errorligini. Shunday faqat vaqtda shu errorni sizga ushlab berish kerak. Balkim sonni bo'lganda, ixtiyoriy sonni 0 ga bo'lgandagi errordir. Balkim boshqacha errordir. Ya'ni o'sha errorni ushlab, o'zingizga kerakli messejni chiqarib, yoqqa ekranga chiqarib berish mumkin. Misol uchun fayl topilmaydigan error bo'lishi mumkin. O'sha fayl topilmaganda error berib ekrandan chiqib ketgandan ko'ra, kechirasiz, siz qidirgan faylingiz topilmadi deb catch orqali bizga chiqib kelgani ma'qul. Keling, unday bo'lsa, dars muhitiga o'tamiz. Buni hammasini kommentariyaga olamiz. Kodlarimizni yana qaytadan yozamiz. Va mana bo'ldi. Run bossak bizga hech nima chiqarib bermadi. Misol uchun kompyuterimizda yoki telefonimizda bo'ladigan bo'lsa, birorta bir papka misol uchun picture image papkasining ichida mana bunday manzil beriladi. Shunday berilgan vaqtda bizga mana bunaqa ma'lumot chiqib keladi, ya'ni faylni ola olyapmiz. Agar biz bergan ma'lumotni topa olmasak, error emas, siz bergan fayl topilmadi deb shunaqa exception, ya'ni error chiqib kelishi kerak. Bunday holatda nima qilamiz? Biz beradigan tekstni solishtiramiz. Tekstimiz 0 ga teng bo'lsa, ya'ni hech qanday ma'lumot bo'lmaydigan bo'lsa, siz qidirayotgan fayl topilmadi yoki siz faylni bermadingiz deb bizga message xabar chiqib kelishi kerak. Aks holda ma'lumot kiritilgan vaqtda, ya'ni birorta bir faylning manzili kiritilgan holatda uni qidirtirsak, bizga ma'lumot chiqib kelishi kerak, ya'ni shu manzilni nomini o'zi chiqib kelishi kerak. Hozir esa bitta shart yozamiz. Length, ya'ni uzunligi 0 ga teng bo'ladigan bo'lsa, bizga exception deb yozib, bu yerga message yozish. degan message chiqib kelishi kerak. Endi ekranga chiqaradigan bo'lsak, mana bizga hech qanday o'zgarishsiz chiqib keldi. Endi men buni o'chirib tashlayman. O'chirgan vaqtimda ekranga chiqaradigan bo'lsak, qaraylik, bizga error berdi, ya'ni hech qanday ma'lumotimiz yo'q va exception beryapti, error beryapti. Ya'ni o'zimiz xatolikni amalga oshirdik. Endi bu xatolikni ushlashni o'rganamiz. Try tekshirib ko'radi, error bo'lsa ushlaydi, emasam ekranga chiqarib beradi.
print e va buni ekranga chiqaradigan bo'lsak, mana exception deb beryapti, ya'ni error beryapti. Siz manzilni bermadingiz, iltimos qayta harakat qilib ko'ring. Ya'ni bizga xuddi shunday tekst beryapti. Misol uchun yuzlab telefondan foydalanayotgan vaqtda manzilni bermay OK tugmasini bosaverish mumkin. Bunday vaqtda bunday bizga xabar chiqib keladi. Siz manzilni bermadingiz, iltimos qayta harakat qilib ko'ring deb, ya'ni yuzerga bir eslatib yuborishimiz kerak bo'ladi. Shunday holatda try catch'dan foydalansak afzalroq bo'ladi. Keyingi slaydimizga o'tamiz. Keyingi slaydimizda try on catch, ya'ni bizlar aynan bittasini emas, misol uchun try on yoki try catch'ni o'zini alohida ishlatishimiz kerak emas, ya'ni birgalikda uchalasini ham ishlatsak bo'ladi. Bunda esa faqatgina bittasi ishlaydi bunday holatda ham. Qaysi biri birinchi yozilsa. Misol uchun misolimizda try on catch yozilgan, ya'ni on ishlaydi. Aks holda o'rni almashtirsak, ya'ni catch yuqoriga on pastga tushadigan bo'lsa, catchning o'zi ishlaydi. Keling, bu narsani yana dars muhitiga o'tib yozib ko'ramiz. Buni ham izoh holatiga olib qo'yamiz, ya'ni kommentariy. Va mana 5 chiqib keldi. Endi bizlar errorni ishlaydigan funksiya yozamiz. If exception qilib yozib qo'ysak ham bo'ladi, ya'ni aynan message yozishimiz shart emas. Bunday holatda endi yuqorida chiqaramiz. Va mana bizga 5 qiymat chiqarib berdi. Endi bu yerda 0 qiladigan bo'lsak, bizga exception, ya'ni mana bu ishlamadi. Mana bu qism ishlamadida, yeni o'zi ishlab ketdi. Ya'ni bizlar hech qanday qiymat bermasak, ekranga chiqarmasak, mana bu qiymat ishlaydi. Agar va mana exception chiqib kelyapti bu yerda. Ko'radigan bo'lsak, bu error bermasligi uchun boya aytgan edik, exception o'rniga biz turini yozishimiz kerak edi. Bu ishlashi uchun bizga exception o'rniga qanaqa exceptionligini ya'ni yozishimiz kerak edi. Endi ekranga chiqaradigan bo'lsak, mana chiqib keldi. Sonni 0 ga bo'lib bo'lmaydi. Agar men catch'ni o'zini oladigan bo'lsam, birinchiga qo'ysam, ya'ni mana catch birinchiga chiqdi, 12-da. Endi ekranga chiqaradigan bo'lsak, integer division by 0 exception, ya'ni
sonda 0 ga bo'lib bo'lmaydigan deb qiymat chiqarib berdi. Hozir bu misolimiz biroz noto'g'ri. Ya'ni userga mana bunday ko'rinishdagi tekstni chiqara olmaymiz. Userga biz mana bunday tekstni chiqarib berishimiz kerak bo'ladi. Mana sonni 0 ga bo'lib bo'lmaydi degan. Xohlasak bu yerda yana bitta alohida print yozib, yana o'zida ham yozib ketsak ham bo'laveradi. Ya'ni mana bunday ko'rinishda. Va mana chiqib kelaveradi. Unda farqi yo'q. Xo'p, keyingi slaydimizga o'tamiz. Bugungi darsimiz shundan iborat edi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.